Xo'sh, qiz yigitlarga ustozlarni bir tanishtirib o'taman. Mangvi advokatlik ish o'rnining advokati Xalida Abdulzadam. Qarshi olamiz Xalidada. Şinjan Sanat Şöyeninin profesörü Gülzar Tömür Ma'lum. Gülzar Ma'lum qarshi olamiz. Alqışlıq psixika maslahatchisi Ali Ma'lum. Qarshi olamiz. Birinchi numurli qiz mehmon Alfira, 24 yosh, yurti Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hozir kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. Ikkinchi numurli qiz mehmon Nurbiya, 23 yosh, Xotan shahridan. Mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hozir Urumchi shahrida ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 3-numurli qiz mehmon Güzel Nur, 23 yosh, yurti Turpan shahridan. Mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hozir oliy maktabni bitirib, ma'lum bir shirkatda ishlayotdi. 4-numurli qiz mehmon Rashida, 32 yosh, Qashqar shahridan. Mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hozir Urumchi shahrida tikkuchilik korxonasida ishlaydi. 1-numurli o'g'il mehmon Qaysar, 25 yosh, Turpan shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Urumchi shahrida yemak-ichmak kasbi bilan shug'ullandi. 2-numurli o'g'il mehmon Kamil, 26 yosh, Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hozir Urumchi shahrida ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 3-numurli o'g'il mehmon Yusufjon, 34 yosh, Bo'rtala shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Bo'rtalada korxona o'rnida ishlaydi. 4-numurli o'g'il mehmon Pattarjon, 34 yosh, yurti Turpan shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Turpan shahrida yemak-ichmak tijorati bilan shug'ullandi. Ba'zi odamlardan hayotdagi eng yaxshi payt qaysi deb so'rasa, balkim bundan necha yil ilgirki bir vaqtlarni eslashi mumkin. Yoki bolalik vaqtlari deb o'ylashi mumkin. Yoshlik vaqtim deb javob beradiganlar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, bundan keyingi bir necha yil mening eng yaxshi paytim deydiganlar bo'lishi mumkin. Amaliyotda hayotdagi eng yaxshi payt dal hozirning o'zi. Şuna biz bu paytlarni qadrlaylik. Bugunni qadrlaylik. Mushtapning o'zidagi alt sahnasida turayotgan holatimizni qadrlaylik. Undaq bo'lsa, tunji uchrashishni boshlaymiz. Kim sahnaga chiqib bu go'zal paytlarning egisi bo'ladi. Kamil, chek tatamsiz yoki o'zingiz nomer bo'yicha qizlarni taklif qilamsiz? Chek tatmay. İkinci numar Nurbiya. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'zingiz nima kasb bilan shug'ullanasiz? Mening kasbim sayohat boshqarish, o'qigan kasbimcha, lekin o kasbni hozir qilmayapman, shu men Urumchida ishlayapman shirkatda. Sizning o'g'on bo'lgan maosh va maosh ta'minoti, o'g'on bo'lgan maoshi yo bo'lmasa, to'ydan burun uy ya mashina degandek nima fikrlaringiz bor o'g'on bo'ldi? Albatta o'lcham bo'ldi. Masalan, xizmat bo'lish kerak-ku birinchidan, ikkinchidan shu uy bo'lish kerak, mashinasi kerak. Talab qo'yib ketmayman, mashinaga keyinchi asib bo'ldi, keyinchi asaq bo'ldi. Lekin uy cho'qim bo'lish kerak. Uyni cho'qim to'ydan burun bo'lish kerak deb o'yladim. Ha. Tugidimi? Tugidi. Sizning to'liqlaydigan yoki so'rab olmoqchi bo'lgan savolingiz bormi? Siz odatda nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men odatda elektr materiallarni tuyshoq, jankon, janoshobi degandek kompyuterning ashtani kasblar bilan. Undan sir qanday kasb bo'lsa, pul topilgan ish qilaman. Hozir o'rningiz Urumchidami yoki? Urumchida. Men yerlik. Ha. Tugidimi? Ha. Joyinglarga beringlar. Qani, qolgan qiz yigitlarni fursatni g'animat bilinglar. Yaxshimisiz Mayirada, yaxshimi, salomatmi? Men shu 4-numurli Mayirdan bir ishkilim tutadigan savol so'rab baxsam. Qanday ahvolingiz, yaxshimi, salomatmi? Yaxshi, o'zingizchi yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Siz odatda qanday tomoqlarni eng yaxshi ko'rasiz? Tomoqni tanlab ketmayman-ku. Hamma tomoq yaxshi ko'raman. Siz o'ylayotgan shu to'y qilsam bo'ladi, boshdan yigit bo'ladi degan ko'nglingizdagi, ko'nglingizga pishgan qanday yigitlar bo'ldi sizga? Men to'ylarga o'g'ilniki o'zi paket, axloq fazilati yaxshi, bo'ymanta sal egizroq bo'lsa,
Bir köylüğün olsa bu. Okul hizmet olsa. Rahmet düşündüm. Çoğunlar bağ mı yok mu? Ben, apam ben. Benim apam yok. Mümkün biz kelişip kalsak, sizden apanızın özümün apıstayı görsem buludu. Tezlama. Muşundaq tezlama. Pattarjanğa bir fursat bersak qanaq deysizlar? Nayt qızğın yaxşı paranlar buluvadı ha. Mayra'nın deyişimi nayt sizden 3-cü devir. 3-cü basqışa ketib qaldыңlar deməkçi işlər. Axırqı tanlaş qıl düşüvadı Pattarjan hazır. Nayt yaxşı paranlar buluvadı. Mana apаңызны özümnə apıstek qarab özümnə apıstek qarab billə baxsaq deydigan tələblər düşüvadı ha. Şuna başqalarının qızğın müşündaq paran qilishni umid qilaman. Müşü sağlıcaqnamı öz ko'nglidagi ifodasini yaxshi ifodalashni mush yigit uchun shuni umid qilaman. Qani, cho'nqurroq paranglashib beqinglar. Mening hamda boshqa ortiq talab yo'q. Men uydagilar bir desam bir, ikki desam ikkiga kunidu, ular qo'llaydi. Hamda siz chin ko'nglingizdagi gapingizni qilib qo'ysangiz, o'sha el jamoat oldida, xalq alam oldida iniqaroq bir muzokiralashsak demoqchi. Pattarjan tuyuqsizla bunda qaror chiqarishga da'vat qilsangiz, Rashidaga nisbatan baldurliq bo'lib qolarmi? Bo'lmasa 2-chi, 3-chi bosqichlarda agar siz yanada mushu holatda, mush qizg'inlikda bo'lsangiz, shu vaqtda javobini olsaq bo'lamdi. Siz yana cho'nqiroq paranglashib baqamsizkin? Masalan, Rashidaning o'tmishini bilamsiz. Ancha-muncha paranglashgan pastda. Ma sahnaga chiqishdan burun paranglashdinglarmi? Ko'nglimda nishon bor, son bor. Demak, ko'nglingizga Rashidaning ko'p taraflik alohidaliklari yiqibdi-da. Sizga-chi Rashida? Ben yalla oynayıp bakayım. O'yinib baqamsiz. Azroq vaqt beraylikmi? Ma'qul. Yana qanday orzuyingiz bor? Endi boshqa ish yo'q. Ko'nglimdagi odamni bu yerda uchirtib qo'yishimni o'ylamabganman. Bu yerga chiqib, indan xush bo'ldim, mamnun bo'ldim. Endi bu bir qiz bola hozir bevositalam o'tilga qilsa, damalliqqa jiddilashib qoldi. Bu qiz bolaning kayfiyatini tushunaman. Mumkin bo'lsa 4-numərli himoyani bir maydon usuliga taklif qilmoqchiman. Qo'shilamsiz Rashida? Qo'shildik. Qani. Gülbeğimnin gülü sana, cin aşkımni bili sana. Gülbeğimnin gülü sana, cin aşkımni bili sana. Gözlerimiz uçurasa, yer astida gülü sana. Gözlerimiz uçurasa, yer astida gülü sana. Çıraylı gülüm, gülüm şekerim, çıraylı gülüm, gülüm şekerim. Rashida, usul najib chiroyli o'ynaydi ekansiz. Pattarjan shunday yaxshi moslashdingiz. Bir orzuyingizga yetdingiz-da. Endi qolgan orzuyingizning amalga oshmasligini biz 2-chi bosqich, 3-chi bosqichlarda qarab yiqib bekitaylik. Asosli gap Rashidada qolganda qiladi. Xo'sh, tunji uchrashishni Rashida bilan Pattarjan nayinti unumli holatda foydalanib, güzel bir holatni shakllantirdi. Qolgan qiz yigitlarchi Nurbiya bilan bu yigitni tunji uchrashdi. Endi Qaysarjon, Yusufjon, Alfira, Maryam sizlar bir ikki qizning gap qilib qo'yinglar. Yaxshimi Alimalim, yaxshimi qizlar? Hammangizlar xayrli bo'lsin.
men hozir bu yerda so'ramoqchi edim. Ancho'ngan deganga qanday qaraysizlarlikqa bexatarlik tuyg'usi deganga. Bu savol bundan ilgirki salladim ko'p chiqqan, lekin chiqqan odam o'xshamaydi. Demak, ko'z qarashmi o'xshamaydi. Ancho'ngan deganimiz shu qiz o'g'illar o'tirsini apesaq. Masalan, o'g'illarning qizlarga, qizlarning o'g'illarga bo'lgan bir xil ishonchini bildirdi. Shu ishonch deb ham qarayman-ku. Shu ishonch bo'lsa ancho'ngan bo'ldi. Ishonch bo'lmasa yana ancho'ngan bo'lmaydi. Shu men shunday ham qarayman. Ancho'ngan bo'lsa, mening nazarimda dadamdek qo'g'diy olsa, meni akamdek ko'ngil bilalsa, men qachonli bo'lsin endi bir qo'rqmay yuralsa, shuni ancho'ngan deb qarayman. Bexatarlik tuyg'usi deganimiz bu savolni yaxshi so'raldi. Qiz ayol bo'lib yaralganligimiz uchun ba'zi sigarlarda erlardan, o'g'illardan ko'p ojiz o'rinda turamiz. Bexatarlik tuyg'usi degan mening nazarimda shaxsiy fikrim chamimiz yetmagan qilishqa ilojsiz qolgan ishlarni bizning jo'rimiz, rafiqamiz yetersizligimizni, kamchiligimizni, aşı qilamagan ishimizni chandurmasdan bizga qilib bersa, ya'ni biz muhtoj bo'lganda bizga mehr muhabbatini bersa, qilamagan ishlarimizga yordamda bo'lsa, garchi qilib beramizmi, yenimizda bo'lsa, qiyin kunlarda bizga tasalli bo'lsa, menimcha shu eng chong bexatarlik tuyg'usi. Qarang'uda qalsaq chiroq bo'lsa, qo'rqsaq hamdamda bo'lsa, yolg'iz qalsaq hamroh bo'lsa, nemadan qo'rqsaq shu jihatda kam yerimni to'liqlab bersa demoqchi bu qizlar. O'zingiz qanday qaraysiz? Bir-birini haqiqiy tushunib, qo'g'dab o'talsa, o'g'il bola qizvalni qo'g'dab o'talsa, qizvola bilan o'g'ilning o'tirsida ishonch bo'lsa, o'z kuchimiz bilan pulni tepib, oilamizni yaxshi qamdab o'talasak, menimcha shu oilaga nisbatan bir bexatarlik tuyg'usi ancho'ngan bo'ldi deb o'ylayman. Bo'ldi. Endi bu vaqtda Alimu buningdan burungi sonlarda ko'p mulohizalarni qilib bergan. Biz yana bugun qayta Alini avvar qilmaymiz. Agar buning qiziqsanglar, bundan burungi sonlarni aqtirib ko'rsanglar bo'ladi. Bexatarlik tuyg'usi haqida ko'p mulohizalar bo'ldi, ko'p ko'z qarashlar o'tirib qo'yildi. Biz Palanining to'g'ri, Pokonining xato deb aytamaymiz. Har kim o'zining qalbidagi bexatarlik tuyg'usini sharhlashga huquqli. Xo'sh, tunji uchrashishni biz mushunchalik qilaylik. Chunki oltindek vaqtimizni zoya qilg'imiz yo'q. Endi biz ko'pchilik yaxshi ko'radigan ikkinchi bosqichga o'tamiz. O'rtaq tonish. Qani ekran qaranglar. Apa, yaxshimi? Yaxshi, men yaxshi. O'zimcha yaxshimi? Nima ishlardan kutib borsa? Shu men ishlayapman, shu nima ish qilyapman. Shu oldirashchilik. Shu men boshqa ishmi? Yo'q, sham san telefon qilishim maqsad. Shu oldin qatimmi, endi san bir qatim degan emasmi? Bu qiz bo'lgan ishni endi bir to'y ishi bo'lsa, ozroq oldirmasammi bo'lmaydi. Shuna bir müşteri bir paranış bakaydı telefon kan. Şu temanda gel, hazır emez. Bir kaçarak bir vaktin çıkıdığan da şu vakti bir vakti ulaştırıp bir müşteri ayrım bir paranış yok. Müşterilerine bir vaktin çıkamı ya ne yap çıkmam da? Bunda kilaretlerle bir uğurlaştıram dedim. Kilaretden çıkmam da. Munda olsunaqa. Undaqda men sizinki vaqtdan qarayqanda, sizning vaqtdan qarab ana kim bir mushtul qaranish baqsam. Bu qizning nari yaxmidi deyman sizlarga apa? Bo'ldi, dadam berma. Men sen bilan paranishayapman. Bu qayduqmaydi. Ostasa o'rganmamda u deyman, ha? Bu qayduqmaydi deb biroqlar qarab turadigan shu ama.
Ben ne çıkarttım dedim apa, ha? Vay vay. Boldu. Bu silah yok karanlığı. Ben o silah tutuşturan kızlarını katli alamayım. Hem almayım. Yap, ne yapsan alamayım. Boldu. Ben muş kızların ağrını bağırayım. Muş. İmo? Apa mında gel. Ben... Yuqorqi hikoya ko'ngilni g'ash qildi. Balkim nurg'un hikoyalarni bizdek anglab ulgurmadik. Ana nima uchun bu qizni qabul qilmadi biz uqmaymiz. O'g'il bu qizni yaxshi ko'rdi. Balkim bu qizda ana qabul qilmaydigan bir taraflar bo'lishi mumkin. Xo'sh, sizlar nimani o'yladinglar? Men o'ylaganim ota-onasining to'g'ri deyman. Nima uchun? O ata-onasi chuqur biladi aşk qizlarni. Shuningga balaganda degan. Endi Yusufjon, siz aşı o'g'ilning o'rniga o'zingizni qo'ygan holatni tasavvur qilib beqing. O qizni bakmi yaxshi ko'rsiz. Men o'ylashib baqaman ota-onamdan gapiga. Agar shunday ahvolga duch kelsangiz, siz cho'qim opangizning gapini jirmaysiz. O'ylashib baqaman. O'ylashib baqasiz. Demak, ishkilnisiz. Endi men o'ylayman, şu vaqtki anamның keyfiyati sal boshqa bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, ertesi ya onun ertesi anam en amrah narsalarni ekib berib, en yaxshi keyfiyatida iniq qilib tushundirma. Chunki bu hayotda mana men degan en noch insonning bir o'zichilik kamchiligi chiqadi. İnsan mükemmel emas. Va mishtar deb, uni deb naq maydonda ko'zga kirishib olmayman. Odam keyfiyat qarta muomala qilish kerak odamga-chu. Unda bo'lganki men ashaq yumshoq yo'llar bilan, bu yo'llar bilan tushundiraman. Yana qoyil bo'lmasa, uning qarta men varsh kechishda talamayman, tushuntirishda atalayman demoqchiman. Men o'ylayman de. Bu o'g'on bolniki turmush ikkadan qurdi. Bishida ota-ona dedi, ota-ona qabul qilmadi. Bu o'g'amam cho'qim chiroyli gaplarni qilgan bo'lishi mumkin. Endi bu ikkadan qurganki, endi ba'zan ishlarda amal yo'q, adam yaxshi ko'rgan narsaga cho'qim erishimiz olmadi. Erishib olgandan keyin u ikkisining turmushi oxir qanday ko'ngilsiz bo'ladi yo ko'ngillik bo'ladi, shu chaqda angiz ayrilib chiqilgan narsa. Demak, yaxshi ko'rgani bo'yicha davomlashtirib beqish kerak deb o'ylaysiz. To'g'ri. Qaysar? Ota-onasiniki hozir keyfiyatini o'ylab, keyfiyati shu boya 4 nomerlik mayri dedi-ku. Shuning asosidan men bu keyfiyatini o'ylab, shu ota opamiz bo'lib qolsa, opamizniki keyfiyatini o'ylab, yaxshimi hozir keyfiyati yaxshi emasmi? Shuning qarta eg'iz ochimiz. Keyfiyat nachar bo'lib qolsa, ko'ngli xushal holatga kelgan vaqtda andikin eg'iz ochishni men loyiq ko'rmayman. Mencha hayotligimizda mutlaq to'g'ri yoki mutlaq xato deydigan bir hukm bo'lmaydi. Bizning ko'nglimiz shu ishni qilishga guvohlik berdi, yurak tuydi. Men qilsam bo'ldi degan ekanmiz, shuni qilib o'tir to'xtatib qo'ymasdan davomlashtirib, ma'lum bir natijani chiqargan vaqtimizda o'zimizning to'g'riligini boshqalarga isbotlagan bo'lamiz. Ota-onamiz bizga yomon bo'lsin demaydi, ular boshdan o'tganlarni, tajriba saboqlarini yakunlab qizimni mendek bo'lib qolmasin yoki o'g'lim baxtsiz bo'lib qolmasin degandek ko'ngil bilishlar bilan to'yimizga balkim qarish chiqishi mumkin, ammo mencha biz to'y qilmoqchi bo'lgan odamkamiz o'zimizning maydonda chang turishimiz kerak. Balkim kunlarning birida cho'nglarmi bizniki muhabbatimizniki aqidamizning naqadar cho'ng'irligidan ta'sirlanib bu to'yga qitilib qolsa ajab emas degan. Menimcha men o'ylayman, ota-onasi qarshi turgankan, u balami bek chang turolmasdan, ota-onasining gapini azroq o'ylashib baqsa deb o'yladim endi. Ota-onasi qo'shilmay qizni akirgan bilan, ota-onasi yana yoqtirmasa, qizg'im o'lib qoldi. Ashta yani ziddiyat bada o'tirliqda.
Menimcha shu o'g'il bek ching turolmasdan ota-onasining gapini hozir qo'yilishib ish qilsa deb o'ylayman. Agar men o qizning o'rnida bo'lsam, tirishib cho'qim qiynanamningki qayliqini qo'lga keltirib, andan keyin o'z baxtimni topman. Chunki men sizni yaxshi ko'rib turib, anam bilan to'y qilsam, Qaysar bilan to'y qilsam, bir umr mening yuragim siz bilan ketadi. Men uning bilan bir uyda yashagan bilan, yana sizni bir umr yod etman degan gap. Mening ko'z qarashim shu birinchi numurluq maylarda o'xshash. Alfira bilan o'xshashmi? Bayıqılqı dilo misallığı naq düşüdüğən bir işbat üçün bizden aldığımızı kəyən. Onun da oğlu başqa bir qızlarını yaxşı görən deyən atanısı bizden ailəgi maskənməydi deyib o oğlu azır öpənməymən deyib unmaydıkən qoy. Şunun olan o oğul valla boldu mən zat qığınım qığan deydikkən qoy. Muşnunğa münasibətlik bir dilo var. Bir yaş bala gəldi mənim aldığımğa. Kelib özü yaxşı gördüğən bir qızı var ki. Boğandıkən bu oğulun ailəsi onun faqat qoşulmaydı ki toy qılışqa. Qoşulmay, unumay, ular ya ayrılıp ya ayrılmayla bir yerdeki gapni üzüp etmeyla atanısı sanki muşun etpirmen de bir kızlarını tanıştırdı ki. Tanışkandı ki o oğul valla bir kıl açık valla şunun olan bu kız valla uruşup kaldı ki bu jarayanda. Uruşup kalgan deyken kaydışıp kalgan mezgilinin özü de bu oğul valla atanısı tanıştırgan kız valla bir katım körüşüpla. Ameliyata kız deyişip kalgan kız dostuğa bir açığı var köngülde. Ama o kız dostumuz sen muştun qumuştaq dəmiz atanang nimiş qundaq qılıdı o bu degan qıydaş var da şu qıydaşqa açığı gaplar hilqi atanız tanıştırgan qızlarını toy qıldı ki. Toy qılıb aç mening aldımğa kelgan vaqtida 3 aylar bo'ptu. Lekin 3 ay o'tgandan keyin bu o'g'il valda to'yiqsiz shu yanala aldida o'z yaxshi ko'rgan qizni yaxshi ko'rdiki bu faqat ko'ngli suyishmabdi buningdan. Bu o'g'il vala o'zi uy shaharda ammo shu xizmat yezdikanda o'g'ilning menga deyishicha gerçi xizmatda men ruxsat so'rsam bo'ldi to'y qilgan odam bo'lganki men uyimga qaytsam bo'ldi. Lekin men shu qizlarni yaxshi ko'ramadim. Ham ko'nglim bo'lmag'achqa uyga qaytishning o'zi menga nisbatan bir besim. Shunlashqa men amal qilib ishim bek aldirash, yig'inim bor va yoki bo'lmasa bek aldirash ishlayman ruxsat bermadi deb turibmish yezib turyapman. Əmdi, mening sizin so'raydigan savolim deydi o bala. Men mushu hozirgi mush ahvolda qanday qilishimni bilmay qoldim. Men u burunqi qiz do'stiga debdi, ikkimizning o'tirsida majra bo'lib qoldi. Men ajrashib ketib, siz bilan to'y qilsam bo'lamdi deganda qizning oilasidagilar bundan qo'shilmaydi ekan. Sen endi burun to'y qilmay kelgan vaqtingda biz qizimizni to'y qilmagan vaqtdan bersak bo'ladi. Lekin sen endi bir qattam to'y qilib ajrashib qolding, ajrashib keladigansan. Bunda holatda biz qo'shilmaymiz. Bizningmi izzat hurmatimiz va sening uydagilar bizni qabul qilmagandan keyin endi bizmi bu holatda sizlarni qabul qilolmaymiz deb. Mushundaq sharoit ostida bu o'g'illar hozir bir xil ma uyga kelgisi kelmaydigan, o'zi yaxshi ko'rgan qizvolga erishamaydigan, o'zi hozir buruqdan bo'lib, ya xizmat meniki kalamga tushmaydi, ya uni qilolmayman, qo'limga hech kelmaydi. Hada men zodi nima ish qilsam bo'ladi deb mendan so'ragandi. Men bu balığı deb qo'ydim endi. Siz ataningizning gapini mushu yerda anglag'ingiz xato bo'lib qapti. Endi hozirgi mabala men yaxshi ko'rman debdi. Yaxshi ko'rib men zodisa qo'shilsanglar, qo'shilmasanglar qilman debdi. A bala o'zining yaxshi ko'rganligida jur'at qilmay qapti-da, shu to'y qilishga mas'uliyat bo'lmay qapti. Shunlashqa eng oxirida o'zini yo'qotib qo'ygan, nima qilarini bilmay qolgan. Şunlaşqa endi mening bu yerda demoqchi bo'lganim, men o'g'illar bir qizni yaxshi ko'rgan vaqtida uningga cho'qim mas'ul bo'lib, hamda olaman deb alalaydi endi. Uningga ota-onasiniki ashunaq yerga kelganda o'zining baxtini o'zi o'ltirib qolmasa bo'ldi. Anglaydigan yerba, anglamaydigan yerba. O'z baxti uchun anglamasimi bo'ladi demoqchi. Xo'sh. Ali? Bu masalada endi biz intayin tipik bo'lgan odamlar orasida eng tipik bo'lgan anikompleks deymiz. Muchin shinje deymiz buni. Anikompleks yoki bevosita ona tuguni degan bir xil psixikalik to'salg'ining yorqin ifodasi. Bu anikompleks degan nima? Anikompleks deganimiz har qanday bir ayolda ning qallisida bir mukammal er bo'ladi. O shuni izlaydi bu. Ama bu ayol buni tunji qatim yo'ldosh izlaydi. Yo'ldoshi bunga hargizmi maskanmaydi. Qancha yoshi bo'lsin maskanmaydi. Natijada o'g'ilni izlaydi.
o'g'lidan ham yo'ldashini ololmagan shu muhabbetni, hatto yo'lshiga berolmagan muhabbatnomani o'g'liga berman deb qaraydi. Natijada onalar intan eg'ir cho'ng bir xatolikni o'tkazdi. Bu xatolik nima deganda haddan ziyod kuyinish. Onalar buni kuyinish deb qaraydi. Amaliyotda bu kuyinish bo'lmaydi. Ana nurg'un vaqtlarda bolalarning har bir yoshda o'sib yetilgan vaqtidagi o'zining mustaqil iqtidorini yetiltirishiga eg'ir to'sqinlik qiladi. Amaliyotda bolalar 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh, 6 yoshda o'zi qila oladigan nurg'un ishlar bo'ladi. O'z qaror qiladigan nurg'un qarorlar bo'ldi, ammo ona asosiyatdan bu narsalarning hammasini o'zi qilib berganlik uchun bolada eg'ir darajada kontrol qilinish hissiyoti bo'ladi. Bu xuddi bir bolani jo'ziga mahkam bog'laytib, uni nait isil tomoqlar bilan beqib, boshlaridan silab, yuvib qilganga o'xshaydi. Garchi bu xil qilmish onaning bola kuyinayotgandek to'g'am bilan amaliyot nimasi olliburun ro'yijat uni iskanjaga elib etgan bo'ladi. Shunga bolada qo'sh ishki ziyatlik hissiyot paydo bo'ldi onaga nisbatan. Bir jihatdan seskindi, ko'chirlar ketdi onasiga. Yan bir jihatdan eg'ir daraja hiyla yo'q qoldi, og'irlanmaydi. Og'irlanmaydi, ammo o'chiladi. Og'irlanmaydi, o'childi. Biz buni ana kompleks deymiz. Agar bu kompleks yeshilmay, kompleksga tugun, jipdan tugundekchi. Bu kompleks ko'pincha vaqt yeshilmay qoladi. Yeshilmay cho'ng bo'ldi bu bola. Cho'ng bo'lganda buning kelgusi hayot qanday bo'ldi deganda xil bo'ladi. Birsi u onasiga o'xshash ayolni yon topadi. Chunki onasidan og'irlanmaydi. Bu onasiga o'xshash ayolni topadi, yaxshi ko'rdi, uni og'irlanmaydi, ammo uning o'chilib ketadi. Chunki bu ayolmi xuddi onasiga o'xshash uni bir xil kontrol qilayotgandek, doim uni bir xil kuzatayotgandek hissiyoti bo'ladi. Shu nurg'un erlar ayol siz nada deb qo'ygandek ochiqlab ketadi. Nada bo'ldi, nim qilding, qish telefon bergansa, mening bir erkin huquqim yo'qmi, men bir odam degani amaliyotda ayni vaqtidagi onasiga deyilmagan gaplar shu. Ya'ni onasiga deyilmagan nurg'un gaplarni ayol orqali deydi, hatto onasidan ololmagan uchini ayoldan oldi. Bu insonlarda bo'lgan ona kompleksining nimasi esa oqibati hisoblandi. Bu xil bolalar to'y qilganda bularning taqdir yana mushkil holatda ko'chma ona shaklda davomlashadigan gap. Ham yana ba'zi bolalar chu degan vaqtda onasidan bo'lgan bu xil bezorlikdan qo'qa ketishga dal onasiga aksi bo'lgan, onasiga qarshi bo'lgan, onasiga qat'iy o'xshamaydigan yana bir ayolni yaxshi ko'rdi. Chunki u ayol orqali bir xil erkin tuyg'u deyib bo'laman deb ikkinchi onasiga o'xshash bir odamni ommasib turishdi. Masalan, nurg'un qizlar shu. Hergizmi dadamga o'xshash odam bilan to'y qilmayman yoki onamga o'xshash odam bo'lmayman deb cho'ng bo'ldi, ammo o'xshashlar qoldi. Endi bu hikoyadagi bolam amaliyoti nimasi onasiga tubdan o'xshamaydigan bir odamni tanlagan. Bu onasiga tubdan o'xshamaydigan bir ona bilan bu bolaning onasi 100% bir ziddiyatlik o'xshamagan bir odam bu. O'xshamagan odam. Bundash bir qamoqda bu bolaning topgan bo'g'isi ayoli dal onasining eng paychi qiladigan, eng qabul qilmaydigan tarafi shu. Amaliyot onasi mushu bola tanlagan ayoldek bir kimlikni xohlamaydi. Paychi qiladi, qat'iy yaqinlashtirmaydi. Shuni yaxshi ko'rmaydi. Siz o'zingiz eng yaxshi ko'rmaydigan tarafingizni boshqalarga ko'rgan vaqt ochig'ingiz keldi, uni tillaysiz, mushu odamman bunda olamdi deysiz. Amaliyotda bu nima esa siz qabul qilmagan tarafingiz bo'ladi. Shunga bu masalada bola bu qizni yaxshi ko'rdi, men bayatin deb berdim. Ya'ni nimasi ana kompleks, ana tuguni. Ana bu qizni yaxshi ko'rmadi. Nimishqa? Chunki bu tanlagan qiz dal onasining nimasi desa, aksi. Biz qanday odamlar nachar deymiz, shu o'zimizga o'xshamagan odam nachar deb olamiz. Qanday odam yaxshi deymiz, o'zimizga o'xshaydigan odamlar yaxshi deymiz. Qanday odam maqtaymiz, bizga o'xshaydigan fikr qilgan odamni yaxshi deb maqtab olamiz. Qanday odamlar bilan ochig'imiz tushidi bizdan qarshilashgan. Amaliyotda bu hergizmi qilgan bir obyektiv nuqta emas. Obyektiv nuqtadan u yaxshimi, o'sa yaxshimi? Bu yerda hech qanday bir o'lcham yo'q, faqat nimasi o'xshamaslik mavjud. Endi bu bola mush oilani tutdi, qanday bo'ladi? Yanil baxt qilolmaydi. Nimish baxt qilolmaydi? Chunki bu bola asta-asta yanil onasini sevgandi. Nimish onasini sevgandi? Kishilarning da'vatgan bexatarlik tuyg'usi amaliyotda tunish muhit. Biz qo'qa kelgan vaqtda yoki bir qo'q desa, "Bu" deyversa, "Apa" deymiz. Chunki bu insondagi bir xil shartsiz refleks. Siz "Apa" deymiz. Nimishqa? Chunki siz qo'rqqan vaqtda chuqur tunish muhitingizdaysiz. 100% tunish muhitingizdaysiz. Demak, odamdagi anchongan amaliyot nimasi? Bolalikdagi tunish muhit. Shu tufayli bola kichik vaqtlarda oiz zo'ravonlik tufayli xo'rinib yashagan bolalarda mushkul xo'rilinish muhit, garchi bu xo'rilinish azob bo'lsa-mu, uning bir tunish muhit bo'lib ketgachga
aşıqıl muhit vaqti kelsa uning ancho'ngan berdi. Ya'ni xo'rilishni bir xil xo'rinib tursa, bir xil ancho'an bir hissiyotda his qiladi demakchi. Mana bu nimasi insondagi bir qechib qutulmoqqa tez bo'lgan bir ziddiyat strategiya, bir strategiya hisoblangan. Rahmat Ali. Demak, mushu nuqtada odamlarga bog'lanish, ona bolalik munosabat, muhabbat munosabati, qiz bilan yigit o'tirishga munosabat nima degan muhim a? Hamda men yig'in chaqlab bersam, hamda bir odamning, bir bolaning kelgusi taqdiri uning bolaligida Alloh bilan bitlib ketadi. Alloh bilan bitlib ketadi. Shunga bu farzand tarbiyasi degan nuqul kuyinish qartilgan narsa emas. Farzand tarbiyasi degan farzandning har bir o'sib yetilgan jarayonidagi hissiy ehtiyojlarini, hissiy ziddiyatlarini har bir gaqigan vaqtda uningda bo'lgan hissiy inkaslarni bilish bu farzand tarbiyasi bo'ldi. Bo'lmasa shu degan vaqtda siz yaxshi gap qildim, kuyindim deysiz. Nurg'un o'g'illar onasining bu xillatdan ziyod kuyinishdan saskinib ketadi. Jilib ketadi, ochiq keldi, o'chiladi. Ammo nimaga o'chiladi? Bu onamman kuyini vosita deb yana o'zini ayiblaydi. Fuzi shakllandi. O'chilmay desa, birin disli ochiq ketadi, silkib soldi. Bu silkib selib yana ko'ngil yerim bo'ladi. Ajab, onam shunda davos, onam nima qilib borsa, men nimish ochiqim keldi deydi. Ochiq, ammo uni sen kontrol qila olmaysan-da. Shunga mana bu nima desa, nurg'un asosiyatdan 90% odamlarda bo'layotgan bir tipik masala. Ona bichora-chu, u buni texim tushunmaydi. Men nim gunoh qildim, men seni o'zarbitlab bunda qildim emasmi, men bunda qildim deb u ona u yerda titrab yig'layotgan. Uning qarasangiz bu ana nima qildi deysiz. Angsizlik. Hammasi nimasi angsizlikdan bo'ladi. Shunga biz mening har bir odamlik deydiganim odam o'sib ketish jarayonlari xil o'navgundu, yog'ochchilikni o'rgansiz, to'murchilikni o'rgansiz, kompyuter o'rgansiz. Odam birinchi bo'lib yashashni o'rganish kerak. Chunki siz yashashni o'rganish bu eng muhim narsa. Hamma narsani o'rganmay, qandoq yashashni, hayot bilan qandoq aloqa qilishni, hayot bilan sening qandoq bir munosabating va nimish bo'ladi. Nimish sen shundoq bir odam bilan to'y qilsa, nimish bu jangijdel tugmaydi, nimish bu ziddiyat tugmaydi. Mana ma'nosini bilganda, hayot bilan bo'lgan bu munosabat anandagi yeshilganda kishilar to'g'ri bir go'yda o'kirdi. Undaq bo'lmaganda uchun mundaq qism xato, andaq qism xato. Bu bola onasiga o'xshash odam bilan to'y qism o'xshash. Onasiga o'xshamagan bilan to'y qism o'xshash. Men oldin saat dedim. Uning qalbiga birisi aningga tortadi, birisi ma'ningga tortadi. Joyang ye bu hav, joyang ye bu hav. Faqat nimasi ong holatga ko'tarilgan vaqtda ondan buzdiyat tugaydigan gap. Rahmat. Demak, yashash oson emas. Yashashning o'zi o'sib yetilish. Bolalikdan cho'ng bo'lib yoshlik mazgiliga qadam qo'yganda cho'ng bo'lgandek his qilamiz. Amaliyot biz yanala cho'ng bo'lyapmiz. Xo'sh. Yoshlik paytlarimizda naqsh anglashmi? Oltindek fursat-a? Qani, bir naqsh anglab o'taylik.
Mana Pattarjonning kutgan paytlari yetib kelgandek turdi. Biz 3-bosqichga kiramiz, ya'ni oxirgi tanlash. Mayli Pattarjon bo'lsin, mayli boshqa yigitlar bo'lsin, bu tanlashda o'zining javobini bizga berish kerak. Endi biz oldi bilan qizlarga fursat beramiz. O'g'illar chiroqni hozircha o'chirmaysizlar. Qizlar, birinchi, ikkinchi bosqichliq suhbatlarimiz, munoziralarimiz Ali Ma'limninki tetimliq darsi oxirlashdi. Rashida, gap bormi? Men 3 nomerlik mayirli parachi bo'lsam bo'ladi. Ashtahma, bo'ldi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizning yurtingiz nadi? Böğürtladım bunu ben. Hozir muqim turotqa 16 ne? Şu böğürtla özüdüm. Örüp yurtmansiz? Onu oyluş baksam buldu. Nima xizmatda shug'ulsiz? Kiyim-kechak korxonasida ishlayman. O'xshashki. Masalan, siz qandayroq qizlarni yaxshi ko'rasiz, masalan, bir qatim to'y qilib ajrashib ketgan bo'lamdi yoki ishi sizdan cho'ngroq bo'lsa bo'ladi. Oyluş baksam buldu. Rashida, savolingiz tugudimi? Agar xohlasangiz davomlashtirsangiz bo'ladi. Bo'ldimi? Qizlar, o'zinglar nishon bekitgan bo'lsangiz saqlab, bekitmagan bo'lsangiz o'chirib olsanglar bo'ladi. 2-nomerlik mayirdan savol so'rab baqsam. Siz odatda shapka kiyishni yaxshi ko'ramisiz? Ha. Davomli shapka kiyib yuramsizmi? Ya yazda kiymayman. Qish vaqti sovuq emasmi? Shapka qo'lni yapmasan narazida issiq tutadi odatda. Bishimni. Boshqa tog'lam chechangiz yo'qmi? Va, inshaalloh. Ammo az. Ya'ni sovuqni yepib beshin issiq saqlig'idek darajada. To'g'ri. Chechangiz o'sganda shapkani eliytamsiz, davomli kiyamsiz. Men odatda chash qo'yib ketmayman, ya qisqaroq qo'yman, yoz vaqti aytaman. Yo'q, sumbul chash qo'yamsiz demoqchi emas, ham normal bir chash po'sillari bo'ldi-ku, o'g'il balaga yarashadigan. Shapka kiymisiz-mi, bo'g'idek o'zingizniki salobatiga ta'sir etmaydi. Yo'q, qish vaqti kiyman. Yen to'nglaydiman, so'qdim va qo'rqmayman. Top kiymamsiz? Ya men shapka kiyman, do'ppabak avarchilik bilindi menga. Ha, bo'ldi. So'rab bo'ldi. Chiroqni qanaqa qilasiz, Alfira? Ha? O'chiraytamsiz, bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, Nurbiya bilan Rashida chiroqni saqlab qopdi. Endi o'g'illarga fursat beraman. O'g'illar, nishoninglar bo'lsa, saqlanglar. Tek o'yinib bo'lamagan bo'lsanglar, o'chirib yetinglar. Avtonom rayonimizda 3 nafar yigit chiroqni saqlab qoldinglarmi? Demak, bugun xushalliqlar xil ko'p o'xshaydi, ha? Pattarjonning ko'ngli bizga ayon bo'lgandan keyin biz Qaysarjondan kelaylik, qani. Qaysarjon. Ishkazini bo'lmaydi. Nurbiyadimmi? Mundaq, his qilishimcha, mundaq qarashimcha, endi sizni men askilamga deb o'yladim endi. Lekin men sizga tushunib ketmayman. Azaq tushunib baqsaq bo'lamdi. Shu asta tushunsak bo'ldi-ku. Nurbiya, men to'g'riliqni bilan bilsiz, men bilan tushundingiz. Bu yerda yoqi oldim. Anlaşılır kız. Siz müşkü amraq dediniz-ku? Şunaqmi? Ha, müşk beqishni yaxshi ko'raman. Men shu müşk beqish amraq degandaychi. Ha. Endi bilan bilsiz. Chiqib o'xsha qildi-ku deb o'yladim. Bizni ko'z qarashimizcha sayohat qilish amraqmi? Ha, o'zimning kasbiy sayohat boshqarish. Shu. Men sayohat qilish amraqchi. Badanchilik turib sayohat qilish amraq. Nurbiya, siz kim uchun chiroqni saqlab qolgandingiz? Birinchi nima? Dal Qaysarjon uchunmi? Azroq paranglashib tushuncha hosil qilib qo'yay deb o'ylagandim. Chiroq saqlab qolganingizga pushaymon qilmagansiz? Yo'q. Yaxshi. Xo'sh, sizninkini anglaylik. Uchirayotgan o'chmabdi. Bo'pti, bu bir fursatga. O'chmagan yaxshi bo'ptimi yoki aslida? Birinchi nomerdan so'rab baqsam. Bo'yingiz qancha? Bo'yingizligi bo'yibmi? Ya, pek minsha ko'rin ekansiz. Ham pek iliq nima deymiz, qizlarning bo'yingiz bo'lsa pek salab nima deymiz? Pek chiqib bo'yingiz qizlarni yaxshi ko'radigan o'xshaysiz, shunami? Ha. Aslida
Azra Qonchiboy qizlarning qatoridan o'rinib qolg'achqa ko'zingizga boshqacha ko'rinib so'ringiz kelib qolgan chig'i. Bo'yimning egizligi 1.78 m. Ha, savdo aka. Xeyli egiz. 80. Qizlarga nisbatan egiz bo'y. Ha, qarsam menda egizda ko'ringan sizcha shuni so'rab boqay. Siz qancha kelsiz? 1.80. 80 kilamsizmi? Ha, qarmoq undadek emas. Shunda raqamda. Tanishib baqsaq bilaman bu ya. Ha, chiqinglar. Ayaqni sanmasanglar bo'ldi-ku, ikkilanlarning past boshini gap bo'lib qizvolning hamdi. Shapkingiz elivasiniz qanday ola yenim tug'anda. Qamlashmasmiki. Bo'ldi, ammasin. İxtiyara qo'yaylik singlim. 2 santa farq bor ekan. Muranglarni his qilishga bo'ladi. Men egizganman. Yo'q. Yigit Ba'zim egizlikni. Xo'sh, davomli saqlab qolamsiz, o'chirib yetamsiz. Bo'ladi. Hozir Qaysarjon bilan Nurbiya masalasi aniqlanib ketdi. Ikkalan bir-biri uchun chiroq saqlab qolibdi. Rashida, siz kim uchun chiroq saqlab qoldingiz? Men demakchi o'g'lim hamda aboy parans kelganda men azaq shuni his qildim. Ikkimiz mahkamga aytganmiz-ku. Jiq tarafdan ish qilib. Undaqda sizning chiroq saqlab qolishingiz Pattarjonga bir hurmat berib etib, ko'ngil so'rab o'chirib etmoqchimi? To'g'ri. Nurbiya. Qaysar. Pattarjon, hozir Rashida ko'ngil so'rab chiroqni o'chirib etdi. Endi bu tarafimda yana bo'sh o'rin bor. Agar xohlasangiz, qayil qila olayman desangiz, Rashidani oldiga berib chiroqni yondirib, paranglashib baqsangiz bo'ladi. Vaz kechishni tanlab qolsangiz, chiroqni o'chirib olsangiz bo'ladi. Chiroq ifodasidan qaraganda sal keskinlik turadi. Eng yaxshisi berib, u bu tushuntirib, programmaning vaqtini olgandan voz kechay. Bo'ldi. Pattarjonning tuyg'ulariga hurmat qilaylik. Chunki odam birov qiziqib, ko'ngildagini ifodalab bo'lib, qarshi tarafning javobini anglab, umidsizlangan vaqtida noziklashib qoladi. Pattarjon hozir dal shu hissiyatda turibdi. Shunga Pattarjonning ko'nglini ayaylik, Pattarjonni majburlamaylik. Fikringizga hurmat qilamiz. Sizlarga kelaylik. Muborak bo'lsin. Nurbiyaning kulishi ajab chiroyli ekan. Yaqin oraliqdan qarasa texim chiroyli ko'rindi ekan. Ko'zi kuludi damdoqa, Nurbiyaning ko'zi kuludi ekan qarsam. Qaysarjon, ko'zingiz bor ekanmi? Xo'shallik nima deyishingizni uqamayapsiz nima? Shunaqa bo'ldi. Ammo so'g'at beray, texim xo'sh bo'linglar. Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan yuqori qo'yiqlikdagi aqsil bilan Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklik shirkati chiqqanlar alayda so'qgan to'yliq oltin uzukni qabul qilinglar. Qani. Rahmat. Qani. Endi ishkanlar bizga xush xabar yetkazib o'ylanish guvohnomasi ola olsanglar, undaqda Xinjiang elchi to'y mulozimat boshida. Ekrandan tutib turay. Qo'llashmay qilyapsiz, ha? Manam tutib turayman hamda, ha, ekran, men yordam qilay. Mikrofon tutib kelib qoling. Rahmat, men uchun chiroq qo'yganingizga. Endi bundan keyingi turmushingizda sizni cho'qim qilishga tirishaman. Rahmat, men uchun chiroq saqlab qo'yganingizga. Muborak bo'lsin. Haqiqatan Nurbiyani baxtli qila olsangiz, baxtli musobalarga birlikda hamroh bo'lib at sala olsanglar, undaqda Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklik shirkati ishkanlarning to'ydan keyingi Şirinay sayohatinglarning barliq chiqimini o'z ustiga oladi. Ali bo'lsa, o'zi ishlab chiqargan keki kayfiyat ravonlashtirish tabletini sovg'a qilish. Rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Sahnimizdan xushal qaytinglar. Ha, yaxshimisizlar ko'pchilik. Bu elchi programmasiga chiqishga maqsadim o'zimni
qo'llaydigan meni kasbimni ham men bilan birga o'talaydigan birisi bilan tanishishda uchrashish. Mana bu yoq bilan tanishib yetishdim. Rahmat menga chiroq saqlab berganingizga. Oxirida Elchi programmasiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Mening shu birisi bilan tanishib, yaxshi tushunish hosil qilib, shu birisi bilan tanishqim batdi. Shu maya qarasam bir xil ilmiy ko'rindi shuning bilan shu tanishib, keyin to'yqudek bo'lsa to'y qilib qilamiz. Shu Elchi programmasiga rahmat. Yaxshisizlar? Yaxshi bo'l. Elchi programmasini hozir ko'rib tugatdik. Hozir hissiyotlarni bir so'zlab bersanglar. Ish qilib Elchi programmasi yaxshi ekan. Bu bir jamiyatda tanishamagan yo'q. Yoshlar bo'lsa-mu, buningda tanishib, nima qilganlar ko'p bo'ldi. Biz bunga xo'sh. Burun bo'lsa, amayda elchilar bordi. Palaniki o'g'li cho'ngilibdi, bu kunning qiz cho'ngilibdi. Buni qo'shib qo'ysak bo'g'dak degan odamlar bordi, elchilar bordi. Hozir bo'lsa, hamma jamiyatniki aldirash nima ishlari bo'lib ketib, haqlimi shuning bilan bunga vaqt yetmayapti. Shuning bilan bu suslab qoldi. Bu yoshlarmi o'zi voy bu uy tutsang bola qolding, uy tutmasang talada qolding deb, endi bu qilgandikilar turmushimni qanday qilaman deb ba'zi ishlardan ensirab bo'lsa-mu aldırmay to'y qilmayman yo deb amayda turib qolganlarmi jiq bo'layotdi. Sizlar bu programmani ishlab yaxshi qilibsizlar. Bu ishlarni programma to'ldirib bir qism yoshlar shu programmaga qatnashib ashada o'ziga jupti tepib mayda qilyotdi. Bu nayt yaxshi ish. Biz buni qo'llaymiz. Bunun çık saldırını gördük. Hem sandık gördük, yaxşı orlaştırıp da bizim bek hoş olduk olmasa. Yaşlar bir-birimizle tanışıp, ağır toyuqlaşmak istiga yetti hem de ulama. Bugün kısmında yaxşı çıkıptı, yaxşı orlaştırıp gördük. Bundaki bolsun aşında orlaştırıp yaxşı çıkırıp berse, bundaki yana körsek. Biz ata-onalarning ümidimiz bo'lsa, balalarniki bir baxtlik bo'lishini tilaymiz hammamiz. Biz shu yoshlarniki shunday o'zining vaqtida bir to'y qilib, baxtli bo'lishni biz tilaymiz. To'yni oldi keyin